90 ming so'm yutmoqchi bo'lsanglar do'stlar, aynan mana shu video tagiga sizlar maksimalniy kommentariy yozishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni eng ko'p kommentariy yozishingiz mumkin va aynan o'sha kommentariyalar orasidan bir kishini aniqlab olib, biz u g'olibga 90 ming so'm pul beramiz. Ya'ni paynet qilib beramiz telefonlariga. Va aynan mana shu videoga like bosishingiz kerak va obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi kanalimizga. Hamma shartlari shu, hamma shartlarni bajarganingizdan so'ng sizlar konkurs ishtirokchisiga aylanasizlar. Demak, videoni ko'rishda davom etamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Pul manba YouTube kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi video rolikda biz sizlar bilan birgalikda yangi Fast AI nomli o'zbekcha sayt orqali pul ishlaymiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib qo'yishni hamda kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xullas do'stlar, saytni ko'rinishi xuddi shu tarzda bo'ladi. Bu ro'yxatdan o'tish va kirish bo'limlarini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda kirish, ro'yxatdan o'tish degan tugmachalar turibdi. Va biz ro'yxatdan o'tish sahifasidamiz. Aynan men silkamni bosib o'tganinglardan keyin aynan mana shu oynaga o'tkazib yuboradi. Bu yerdan esa biz ro'yxatdan o'tish uchun birinchi qatorga telefon raqamimizni yozib qoldirishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qatorga esa kirish parolimizni yozishimiz kerak. Ya'ni birorta kuchliroq bo'lgan parol yaratib yozib qoldirishimiz kerak. Turli belgilardan tashkil topgan yoki bo'lmasam turli raqamlardan tashkil topgan parollarni yozib qoldirsangiz yaxshi bo'ladi va uni albatta eslab qolishingiz shart. Xo'p, 3-qatorga esa tasdiqlash kodini yozishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu rasmchada ko'rinib turgan 4 xonali tasdiqlash kodini yozib olishingiz kerak bo'ladi. Aynan 3-qatorga. 4-qatorga esa meni taklif kodimni yozishingiz kerak bo'ladi. Bu albatta meni havolam orqali o'tganinglarda o'zi avtomatik tarzda yozilgan bo'ladi. Va so'nggisida ko'rishingiz mumkin, ro'yxatdan o'tish degan tugmacha bor. Aynan mana shu tugmachani bosib siz bemalol ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz esa davom etamiz. Men esa o'z hisobimga kirib olib videoni davom ettiraman. Kirish uchun bu yerda kirish degan tugmachani bosamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin ma'lumotlarni kirgizamiz. 0935 yozamiz va kirish degan tugmachani bosamiz. Kirish muvaffaqiyatli tarzda amalga oshdi va ko'rishingiz mumkin bu yerda turli ma'lumotlar keltirib o'tilyapti. Fast AI haqida. Va pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda turli savdo bo'limlarini ham ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kripto savdo bo'lyapti bu yerda. BTC USDT, Ethereum USDT, XRP, BNB USDT har xil. Va bu yerdan birinchi navbatda siz kirib olganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tish degan tugmachani bosib olib, siz kunlik daromad ham olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan ro'yxatdan o'tish degan tugmachani bosasiz. Ya'ni har kun saytga kirganingiz uchun sayt sizga shunchaki bonus beradi. Bu juda ham zo'r. OK degan tugmachani bosamiz va biz ko'rishingiz mumkin 10 sent pul ishlab oldik. Xuddi shu tarzda pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Endi esa ortga qaytadigan bo'lsak, bu yerda ko'rishingiz mumkin depozit, pul yechish, turli bo'limlar bor. Hammasini sizga do'stlar birin-ketin ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan do'stlar jamoa degan bo'lim ham bor. Jamoa degan bo'limda siz do'stlaringizni saytga taklif etib pul ishlashingiz mumkin. Bu yerda mana meni taklif etgan do'stlarim bo'lishi mumkin bular. Aynan mana shular orqali ham siz daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi saytni mazmunini ko'rsataman, ya'ni qanday qilib saytdan asosan pul ishlaymiz. Bu yerdan do'stlar AI degan tugmachani bosasizlar, ya'ni AI degan tugmacha bor. Aynan mana shu tugmachani bosadigan bo'lsanglar, bu yerda turli robotlar bor. Robotlardan birortasini sotib olib pul ishlashingiz mumkin. Xo'p, sizlarga tavsiya etadiganim bu yerda $10 yoki $30 tavsiya etaman. Bular juda ham zo'r ketyapti, ya'ni ko'p sotilayotgan robotlar bo'lyapti. Va mana shu robotlardan birortasiga investitsiya qiladigan bo'lsanglar, kunlik daromadinglar ham yaxshi bo'ladi va stabil, yaxshi daromad qilishingiz mumkin. Bu yerdan men misol uchun balansimda hozir $15.9 pul bor ekan, ya'ni 90 sent pul bor ekan. Aynan mana shu pullarning $10 men hozir mana bu birinchi darajali robotga investitsiya kiritaman. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, hozir investitsiyani bosamiz va kunlik daromadimiz bizni ko'rishingiz mumkin 80 sent bo'lar ekan. Umumiy daromad 20 kundan so'ng $16 bo'lishini ko'rsatib qo'yapti. Aynan siz shuni sotib olishingiz shart emas, ya'ni kattaroqlarni ham sotib olishingiz mumkin bu yerda. Siz o'zingizning sharoitingizga, pulingizga qarab sotib olishingiz mumkin. Xo'p, hozir investitsiya qilingni bosamiz. Ya'ni men sinab ko'rish uchun aynan mana shu robotni sotib olmoqchiman. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, hozir investitsiya qiling degan tugmachani bosamiz
va xarid muvaffaqiyatli tarzda amalga oshdi. Daromad ertasi kuni hisobingizga tushadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ertasi kuni endi daromadimizni biz avtomatik tarzda saytda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda depozit qilish uchun qanday qilib depozit qilamiz? Depozit degan tugmacha mana bu yerda bor. Buni bosamiz va ko'rishingiz mumkin, hisob balansimizda hozir $5.90 bor ekan. Aynan mana shu pulning ustiga misol uchun $5 qo'shib turib, yana bitta aynan o'sha birinchi darajali robotni sotib olishimiz ham mumkin. Buning ham iloji bor. Bu yerda endi USDT yoki bank orqali siz pul kirgizishingiz mumkin bo'ladi. Xohlaganingizni tanlaysiz bu yerda. Misol uchun $30 pul kiritmoqchisiz yoki bo'lmasam $50 tanlaysiz va bankni bosasiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni aynan o'zbek so'mida to'lamoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'zbek so'mida pul kiritmoqchi bo'lsangiz bankni tanlaysiz yoki USDT tanlaysiz. Xo'p, topshirish degan tugmachani bir marta bosamiz. Va bosadigan bo'lsak, bizni to'lov sahifasiga o'tkazib yuboradi, ya'ni checkout bo'limiga. Xo'p, checkout bo'limiga o'tganimizdan so'ng bu yerda biz aynan pul to'lashimiz shart bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda ism familiyalar bilan ko'rsatib qo'yibdi. Kimligini, naзвание счет, bu yerda Kirill Multikart deb qo'yibdi, mana naзвание bank. Xullas, shunga sizlar pul o'tkazishinglar kerak bo'ladi. Pul o'tkazib bo'lgach esa aynan mana shu yerga chekni yuklashingiz kerak. Eng oxirgi qatorga mana shu tugmachani bir marta bosib yuklaganingizdan so'ng do'stlar, подтвердить платеж degan tugmachani bosishinglar kerak bo'ladi va bosganinglardan so'ng kutishinglar kerak to'lovlar qabul qilinishi uchun. Kutib o'tirishinglar kerak emas. Aynan mana shu sahifaning o'zida chiqib ketsanglar ham bo'ladi bemalol. Ya'ni saytning adminlari albatta tasdiqlagandan so'ng sizning pulingiz o'z hisobingizga tushirib beriladi va sizning sotib olgan robotingiz muvaffaqiyatli tarzda demak aniqlanadi aynan mana shu saytda va sizning robotingiz mening robotim degan bo'limda ko'rinadi. Xuddi shu tarzda davom etishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi bo'lim sun'iy intellekt savdosi degan bo'limda aynan mana shu bo'limlarni ko'rishingiz mumkin, aynan mana shu robotlarni ko'rishingiz mumkin ekan. Xo'p, bizga kerakli bo'lim, keyingi bo'limimiz bu yerda yana qanaqa bo'limchalar bor deyishingiz mumkin. Bepul mukofotlar degan bo'limcha ham bor. Buni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Siz rasmlarni yuklash orqali komissiya ham olishingiz mumkin. Ya'ni 1200 so'm komissiya beradi bu yerda. Da'vo qilish uchun buni bosadigan bo'lsangiz, aynan xuddi shu tarzda rasmga tushirib, o'zingizda mana shu ilovani ushlab turgan holatda va mana shu joyga yuklaydigan bo'lsanglar, sizlar pul olishinglar mumkin bo'ladi. Ya'ni 10 sent pul olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda qabul qilish degan tugmachani bosib, sizlar bemalol bonuslarni qabul qilib olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, pul yechish bo'limiga ham kelib qoldik. Undan oldin esa siz bank kartangizni sozlab olishingiz kerak. Bank kartasini esa bank kartasi degan tugmachani bosib sozlab olishingiz mumkin. Ya'ni qo'shib olishingiz mumkin. Bu yerdan esa plus tugmachasini bosasiz va bu yerdan iltimos ismingizni kiriting degan joyga ismingizni, bank nomiga bank nomi, ya'ni qaysi bankdan olgansiz kartangizni shuni kiritasiz. 3-qatorga esa bank hisobini, ya'ni aynan o'sha karta raqamini kiritib qo'yishingiz kerak. Bu yerda esa bank tanlangan turaveradi va tasdiqlash degan tugmachani bosib, siz bemalol xuddi shu tarzda karta qo'shib olishingiz mumkin. Xullas, do'stlar, bizni pullarimiz yechib olish uchun yetarli darajada va $5 demak 9 sentni yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu kartamizni tanlaymiz, ya'ni o'zbek kartamizni va tranzaksiya paroliga o'zimizning tranzaksiya parolimizni yozib qoldiramiz. Va topshirish degan tugmachani bosib biz pul yechishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, tranzaksiya parolimni yozib oldim. Endi esa topshirish degan tugmachani bir marta bosaman. Mana yuborish muvaffaqiyatli deb yozdi. Administratorning tasdiqlashini kuting deb yozdi. Endi kutishimiz kerak bo'ladi. Administrator bizni to'lovimizni tasdiqlaydi va bizga aynan mana shu pulni to'lab berishi kerak bo'ladi. Bizning hisobimizga tushadigan mablag' bu yerda 61.596 so'm bo'lishi kerak ekan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, albatta cheklar bilan hammasini ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Demak, albatta kutinglar. Pul yetib kelishdan oldin esa do'stlar, bu yerda sizga saytning ilovasini ham ko'rsatib o'tishim kerak. Saytning ilovasi ham bor. Buning uchun appni yuklab oling degan tugmachani bir marta bosishingiz kerak bo'ladi, ya'ni hisob degan bo'limda.
appni yuklab oling degan tugmachani bir marta bossangiz, hoziroq ilovamizda yuklab oling degan aynan mana shunaqa bo'lim chiqadi. Va Android yuklab olish yoki iOS yuklab olish degan tugmachalar chiqadi. Bu yerda siz Android yuklab olishingiz mumkin. Agar telefoningiz Android bo'lsa, agar iPhone ishlatadigan bo'lsangiz, iOS yuklab olish degan tugmachani bosib olasiz. Men esa Androidni bosaman va bosganimdan so'ng mana menda APK formatda ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu faylni o'rnatishni, ya'ni yuklab olishni so'rayapti. Albatta qayta yuklab olish degan tugmachani bosib, men yuklab olishim mumkin bo'ladi. Nega qayta yuklab olish deyapti? Chunki men oldin bir marta yuklab olganman. Ya'ni video qilishdan avval. Endi esa do'stlar, pullarimiz yetib kelishini kutamiz birgalikda. Ko'rishinglar mumkin do'stlar, saytdan yechib olgan pullarimiz bizning kartamizga yetib kelibdi. Roppa rosa summa yetib kelgan. Demak, sayt to'lovda bemalol ishonsanglar bo'ladi. Hammaga omad.